Gilamlarni uy sharoitida qanday parvarish qilish kerak? Bugun aynan sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Eng avvalo, gilamlar bizga uzoq muddat xizmat qilish uchun sifatli gilamlar sotiladigan gilam do'konidan xarid qilishingiz kerak. Bu esa gilam saroy. Undan so'ng gilamlaringizni nam va ho'l polga solmang, chunki ho'l joyga solingan gilam o'zidan hid chiqarish xususiyati bo'ladi baribir. Shuning uchun shoshmasdan bemalol polni tozalab, quritib keyin solish kerak. Agar gilamingiz dog' bo'lib qolgan bo'lsa, eng samarali usuli oddiy gilam vanishida bemalol ko'pirtirib, ishqalab tozalashingiz mumkin. Va agar uy sharoitida gilam vanishi bo'lmaydigan bo'lib qolsa, oddiy kir sovunni ko'pirtirib, bemalol mana shunaqa dog'larni ketkizsanglar bo'ladi. Agar uylardagi gilamlar ezilib ketayotgan bo'lsa, sizlarga biz Eron gilamlarini tavsiya etamiz. Ular juda ham zich bo'ladi. Hattoki 150-200 kilogacha bo'lgan vesi ko'tarib, bemalol joyini o'zgartirganingizda izlari qolmaydi. Juda ham zich ishlangan sifatli Eron gilamlarini sizlarga tavsiya qilamiz. Agar sizlarning gilamlaringiz xaralashgan bo'lsa, 1 litr suvga 1 osh qoshiq uksus aralashtirib, hamma joyini bir sidra artib chiqsanglar, gilamlaringiz yana ham yorqin ko'rinadi. Svejiy holatga keladi. Keyingi videolarimizdan o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz.